Aziz kitobxon, bugun sizga tavsiya qilmoqchi bo'lgan kitobimiz Chingiz Aytmatovning Bo'tako'z qissasidir. Bizning sevimli adibimiz Chingiz Aytmatov ushbu Bo'tako'z qissasida mehnat va ishq muhabbatni tarannum etgan. Asarni asosiy voqealari Abu Bakr, Kamol va salmoqchi qiz Qalipa orasida bo'lib o'tadi. Qissa voqealari Abu Bakrning hayoti va uning mehnatga munosabati bilan bog'liq voqealar orqali boshlanadi. U chorvachilik bilan bog'liq muhitda yashaydi. Qissada Abu Bakr Qalipa ismli yosh salmoqchi qiz bilan tanishadi. Qalipa mehnatkash, samimiy, o'z ishiga jiddiy qaraydigan qiz edi. Qissada Kamol obrazi ham muhim o'rin tutadi. Shu uch qahramon o'rtasidagi munosabatlar orqali yozuvchi halollik, xudbinlik, muhabbat va mehnat, haqiqat va yolg'on o'rtasidagi qarama-qarshiliklarni ko'rsatadi. Qissa boshidagi voqealardan birida Bo'tako'z nomli buloq tilga olinadi. Bu buloqning tiniq, yo'kimtir suvi Bo'taloqning ko'ziga o'xshaydi. Shuning uchun buloqni Bo'tako'z deb ataydilar. Kamol ish paytida Abu Bakrni qo'pol munosabatidan norozi bo'ladi. Abu Bakr tez-tez uni haqorat qiladi. Kunlarning birida ular o'rtasida katta janjal kelib chiqadi. Shunda Kamol ishni tashlab ketib qoladi. Qalipa uni qaytarishga harakat qiladi. U Abu Bakrni qattiq koyiydi. Kamol seni deb ketib qoldi deb uni ayblaydi. Shu voqea ularni munosabatlariga jiddiy ziddiyatni kuchaytiradi. Asar davomida asosiy qahramon Kamol nimani tanlaydi? Mehnatnimi yoki muhabbatni? Kamol Qalipani haqiqatdan ham sevganmidi? Yo shunchaki yoshlik havasimidi? Abu Bakrchi, u haqiqatdan ham Qalipaga uylanmoqchimidi yoki yo'q? Abu Bakr Qalipaga erisharmidi? Qalipa kimni tanlaydi? Kamolmi yo Abu Bakr? Asarni o'qish davomida mana shu savollarga javob topasiz. O'qing, biz tavsiya qilamiz.